Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlarining navbatdagi maxsus taktik o'quv mashg'uloti davomida o'tkazildi. Samarqand va Qashqadaryoni bog'lovchi Taxtaqoracha dovonida qor ko'chishi oqibatida 2 nafar fuqaro qor ostida qolgan. Dovonda havo harorati keskin pasaygan. Qutqaruvchilar oldiga jabrlangan fuqarolarni topish va ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish vazifasi qo'yilgan. Bu favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus taktik o'quv mashg'uloti edi. O'quv mashg'uloti bir necha bosqichda o'tkazildi. Dastlab dovonda qor ko'chkisi sodir bo'lishi bilan bog'liq shartli vaziyat yuzaga keltirildi. Favqulodda holatni bartaraf etishga jalb etilgan xizmatlarning kuch va vositalari belgilangan hududga keltirildi. Dovonda harakatlanish imkoniyatini tiklash hamda qor ostida qolgan fuqarolarni qidirish, qutqarish ishlari olib borildi. Qidiruv-qutqaruv guruhiga tegishli bo'lgan maxsus asbob-anjomlar orqali qidiruv-qutqaruv ishlari amalga oshirildi. Bunda qor ostida qolib ketgan fuqaroni amaliy yordam berish maqsadida zomb orqali qutqaruv ishlari amalga oshirildi. Fuqarolarni xavfsiz hududga olib chiqildi va tez tibbiy yordam xodimlariga topshirildi. Ikki tomonlama harakatni tiklash, avtomobil yo'lini qordan tozalash, sirpanchiq, tik qiyalarda qum-tuz aralashmasini sepib, yo'l belgilari yangilandi. Bu tadbirlarni o'tkazishdan maqsad avvalambor haydovchilarni hushyorlikka chaqirish, yo'lda haydovchilarning harakatlarini xavfsizligini ta'minlash, avariyalarning oldini olish. Taktik o'quv mashqining asosiy maqsadi favqulodda vaziyatlarda xizmatlar hamkorligini mustahkamlash va aholi xavfsizligini ta'minlash edi. Yo'l transport hodisasi natijasida sodir bo'lgan yong'inni bartaraf etish, bundan tashqari qor ko'chkilari ostida qolib ketgan jabrlanganlarni qidirib topish hamda ularni xavfsiz joyga ko'chirib, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha harakatlar amalga oshirildi. Bundan tashqari o'sha xavfli kimyoviy moddani tashish vaqtida o'sha avariya yuzaga kelgan bo'lib, o'sha avariyani bartaraf etish choralari bo'yicha ham Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi maxsus qutqaruv kuchlari tomonidan bu harakatlar amalga oshirildi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.